Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Xitoyning Zuvani bo'lgan Tangirtaq to'g'rida 14-sentabr 60 dan ortiq chet el parlament a'zosini 3 guruhga bo'lib, Sharq Turkistonning Qashqar, Oqsu, G'uljini ziyorat qildirganlik haqida bir xabar e'lon qilingan. Xitoyning Zuvani bo'lgan Tangirtaq to'g'ri 14-sentabr 60 dan ortiq chet el parlament a'zosini 3 guruhga bo'lib, vatanimiz Sharq Turkistonning Qashqar, Oqsu, G'uljini ziyorat qildirganlik haqida bir xabar e'lon qilgan bo'lib, bu xabarda ba'zi chet el diplomatlarining vatanimizdagi yolg'on sahnalarini maqtab qilgan so'zlari berilgan. Amaliyotda bu Xitoyning o'zining gumochtilari bo'lgan Xitoyparast davlatlarni yolg'on maydon va oldin tayyorlangan sahnalarni ziyorat qildirib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini pardozlash va dunyo jamoatining ko'zini bo'yashdan iborat ta'tir tashviqotini qildigan diplomatik teatrdir. Tajovuzchi Xitoy Sharq Turkiston xalqiga yurgizib kelgan irqiy qirg'inchilik qandoqdir yaqinqi yillarda boshlangani yo'q. Aksincha bu qirg'inchilik Xitoy Sharq Turkistonga oyoq bosgandan kunimizgacha har xil shaklda va har qaysi hukumatlar davrlarida to'xtovsiz elib berilmoqda. Kommunist Xitoy Sharq Turkistonni mustamlik qilgandan keyin aziz vatanimizni usti ochiq turmaga aylantirib, Sharq Turkiston xalqiga qirg'inchilik, zulm siyosati yurgizib, Sharq Turkistonning neft, tabiiy gaz va kon boyliqlarini bulang-talang qilishga, Sharq Turkiston yutilish va assimilyatsiya qilish maqsadida Uyg'ur xalqiga qarta atalmış planlıq to'g'ri siyosati, diniy va ma'rif jihatdan bostirishlar elib bordi. Asrlardan beri ishg'ol va tajovuzchilikning bulang-talangning dardini yetkish tortib pichoq so'ngga ketgan Uyg'ur xalqi birdan-bir chiqish yo'lining Sharq Turkistonning hurriyati ekanligini tonib yetganlikdan dastlabda tarqoq va parcha holatda qarshilik ko'rsatib kelgan bo'lsa, 90-yillardan keyin Sharq Turkiston miqyosida har qaysi shaharlar Naillarda tashkillik yoki tarqoq holda keng ko'lamda qarshilik harakatlari maydon kelishga boshlagan edi. Ana shundoq arq ko'rinishda tajovuzchi Xitoy hukumati tavalg'ib turgan xalqaro siyosat va 11-sentabr voqeasidan keyin maydonga chiqqan xalqaro terrorlik qarshi turish to'lqinidan foydalanib, azaldan hur va erkin yashab kelgan ona vatanimiz Sharq Turkistonning hurriyati uchun elib berilgan bu qarshilik harakatlarga atalmış terrorlik qalpog'ini kiydirishga urindi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyin dunyo jamoati Uyg'ur masalasiga ko'ngil bilishga va diqqat qilishga boshlashi bilan xalqaroda Sharq Turkiston masalasining asta-asta kun tartibga kelishidan cho'chigan Xitoy Shi Jinping davriga qadam qo'ygandan keyin Uyg'ur xalqiga qarta millat sifatida qirg'inchilik ilib berib, millionlagan qarindoshlarimizni lagerlarga soladi. Keng ko'lamda tutqun qildi va sabiy farzandlarimizni oilasidan ayirib xitoylashtirishga, millatning onasi bo'lgan Uyg'ur qiz ayollarni Xitoylar bilan majburiy to'y qildirib assimilyatsiya qilish va Uyg'ur millatini tarix sahnasidan o'chirishdek qora niyatini oshkorlashga boshlagandan keyin xalqaro jamiyat Xitoyning Uyg'ur xalqiga qarta irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini rasmiy tonib yetishga va Xitoyning bu qilmishi uchun Amerika, Kanada va Yevropa davlatlari rasmiy holda irqiy qirg'inchilik deb tonib, buning qarta jazolash tadbirlari va munosabat qonunlarini chiqarib yo'l qo'yishga boshlagan edi. Irqiy qirg'inchilik dunyoning nerda bo'lsin hamon bir kuni so'roq qilinib jazoga tortilgan va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan xalqaro cho'ng jinoyat deb bekitilganligi uchun davlatidan xalqigacha Uyg'ur xalqining qinini ichib bugunga kelgan Xitoy hukumati dunyo jamoatchilik oldida xalqaro sahnalarda bu tarixiy jinoyatni og'dirish va pardozlash uchun qo'lidan keladigan har qanday vositalarni ishlatmoqda va ta'tir tashviqotini kuchaytirmoqda. Bu qatimqi atalmış 60 davlatning diplomatining sayohatimi ana shuningdan boshqa narsa emas albatta. Nayta aniqki, Xitoy hukumatining maqsadi diplomatiya sohasida qarz to'siqi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi kuchidan foydalanib, Xitoyga iqtisodiy yoki diplomatiya jihatdan beqindi davlatlar orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining xalqaro kun tartibida turishining oldini olish, to'sqinlik qilish, Xitoyparast davlatlarni Sharq Turkistonda planliq sayohatga tashkillash, Yevropa davlatlariga viz kechirim qilish, bir qism Uyg'urlarga vatanga berib tuqqan yo'qlashga yo'l qo'yish orqali Uyg'ur muhojiratini bo'lish, parchalash, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik jinoyatini og'dirish, chet ellardagi Sharq Turkiston tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilarni yetim qoldirish, xalqaro sahnalarda yolg'onchi holatga tushirish, Sharq Turkistonda bo'lsa har qaysi shahar va sayohat rayonlarida Uyg'urlarni naqsh usul millatiga aylantirib, ichi dard bilan to'lgan, ammo ovozni chiqara olmaydigan baxtli bir Uyg'ur millatini shakllantirish va qirg'inchilikni yanada davom qildirishdan iborat.
Ama tajovuzchi Xitoy hukumati va uning hamtovoqlari shuni esdan chiqarmaslik kerakki, Uyg'ur xalqining bu qonliq qirg'inchilik va asrga so'zilgan mustamlikachilikning hisobini so'raydigan kuni cho'qim keladi. Shundaqla barliq Uyg'urlarning mushundaq bir kunning keladiganligiga umid va ishonch bilan qarshi, qandaqdir Xitoy Sharq Turkistonda qirg'inchilik yo'q, chet eldagilar xotirjam kelib sayohat qilib tuqqan yo'qlis bo'ladi deydigan siyosiy qiltiqiga tushib, Xitoyning tajovuzchilik, qirg'inchilik jinoyatiga sherik bo'lmasligi kerak. Dünya Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi Ömer Qanat Efendi va Dünya Uyg'ur qurultiyining vakili Norvegiyadagi Uyg'ur ziyolisi Abduli Ayıplar 16 sentabr kuni Amerika Davlat ishlari mahkamasida ziyoratda bo'lib, Sharq Turkiston davosining navbatdagi vaziyati va Uyg'ur muhojiratining har qaysi davlatlarda duch kelgan qiyinchilik haqida suhbatlashib, munosabatli xodimlar bilan uchrashish olib borgan. Ömer Qanat Efendimning istansimizga bildirishicha, Ömer Qanat Efendi va Abduli Ayıplar bu qatim uchrashishda Amerika Davlat ishlari mahkamasining munosabatli xodimlariga Uyg'urlarning hozirgi ahvoli to'g'risida ba'zi muhim uchurlarni ta'minlash bilan birga Xitoyning davlat halqigan bostirish delolari to'g'risidagi ba'zi o'rnak masalalarni o'rtoqlashgan va Abduli Ayıpning o'xshamagan davlatlarga qilgan safari va bu davlatdagi Uyg'urlarning ahvoli, ularning andishisi va umidlari haqida talab orzularini bildirgan. Dünya Uyg'ur qurultiyining taftishi qahramon lager shoidi Qalbinur Sidiq 21 sentabr kuni Erkin Yevropa radiosining ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkistondagi Xitoyning irqiy qirg'inchiligini anglatgan. Erkin Yevropa radiosining 21 sentabrdagi Uyg'ur jazo lagerining shoidi o'z bishidan kechirgan majburiy tug'ut cheklash va qiyin qistoqlarni bayon qildi degan temadagi bu ziyorat xotirasida Qalbinur Sidiq xonimning Sharq Turkistonda Xitoyning jazo lagerida ko'rganlari va o'zining beshidan o'tgan kechirmishlari atrofli bayon qilgan. Qalbinur Sidiq xonimning Sharq Turkistonda Xitoyning jazo lagerida ko'rganlari va o'zining beshidan o'tgan kechirmishlari atrofli bayon qilingan. Qalbinur Sidiq xonim Sharq Turkistondan ayrilib muhojiratga qadam qo'ygandan buyon Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati va jazo lagerida ko'rganlarini xalqaro sahnalarda, Yevropa, Amerika parlamentlarida anglatib, G'arb dunyosining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga diqqatini qo'zg'ab kelgan edi. Bu qatimqi ziyorat xotirasida Xitoyning lagerlardagi Uyg'ur ayollarga ilib boradigan inson qalbidan chiqqan vahshiyliklari va irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini fosh qilish bilan birga yana Xitoyning chegara halqigan bostirishlarini o'zining beshidan o'tgan tahdidlar bilan birlashtirib, atrofli yo'rtib bergan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.